Dertni derdi bilmeyen adam, haddi sıra sinmeyen adam. Farzandların iqbali uchun mehnat qilib tinmagan otam. Farzandların iqbali uchun mehnat qilib tinmagan otam. Otajonim, mehribonim, qadrdonim. Otajonim, mehribonim, qadrdonim. Otajon. Çakan kızlarım dedim, hatta kalan yüzlerim dedim. Onam çakan kızlarım dedim, hatta kalan yüzlerim dedim. Umrum tilak dua qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Otajonim, mehribonim, qadrdonim. Otajonim, mehribonim, qadrdonim. Otajon. Qilsam gar xato, insonlarim bilmas muammo. Aybish qilsam gar xato, insonlarim bilmas muammo. Yarim tunda uxlamay hatto, mehnat qilib tinmagan otam. Yarim tunda uxlamay hatto, yüzü nurli acılar sira, haracımga asmagan sabab. Assalomu alaykum azizlar, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, barchangizga xayrli kech, xush kayfiyat, yoqimli ishtaha tilagan holda biz Diyor Tabriklash agentligi ijodiy jamoasi oilalariga baxt, quvonch, shodlik ulashuvchi, mehr muhabbatni oshiruvchi jamoa ushbu fayzli, baxtli mehmondo'st xonadonga tashrif buyurishimizning asosiy sababchisi bugungi kunning, chiroyli kechaning chin ma'nodagi qahramoni, qiroli desak, bugungi kechaning eng baxtli insoni desak aslo bo'lmaydi. Tabriklaymiz o'ktam bo'ladi, tabriklaymiz bugungi shukrona kuningiz. Allohimga banda payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim umringizni, oila a'zolaringiz, yaqin sonlaringiz davrasida chiroyli, mazmunli o'tkazishingizni tilab qolamiz. Har bir kuningiz Allohning panohida shod, xurram o'tishiga tilakdoshmiz. Shunday baxtli, fayzli, chiroyli kunlar umringiz mobaynida ko'p bo'lishini, har doim yaqin sonlar, oila a'zolaringizni mehri, ardoq, e'tiborda bo'lib yurishingizni tilab qolamiz. Sog' salomat bo'ling. Sizni bugun baxtli inson qilish uchun keldik, taklif qilishdi bizni. Sizni bu hayotda juda ham yaxshi ko'radigan, har doim mehrini, e'tiborini sizga baxshida qilishni xohlaydigan farzandlaringiz nomidan alohida tabriklaymiz. Bu qarsaklaringiz bo'lsin. Kelinlaringiz, barcha nevaralaringiz nomidan tabriklaymiz. Birinchi navbatda Ilhomboy o'g'lingiz nomidan, Sabohat Surayyo qizlaringiz nomidan va Gulnoza keliniz nomidan ham tabriklaymiz, muborakbod qilamiz. Har doim farzandlarni mehri, ardoq, e'tiborda bo'lib yuring va sizni tabriklab kelgan barcha oila a'zolaringiz nomidan ham tabriklab qolamiz.
Bu yerga kelmasimizdan oldin otajon farzandlaringiz bilan gaplashdim. Qanday niyatlarni aytib o'tay deganimda farzandlaringiz aytdi, juda ham yaxshi ko'ramiz otajonimizni. Bizni deb qancha qiyinchiliklarni ko'rdilar, uyim joyim, shu farzandlarimni hech nimadan kam qilmay deb mehnat qildilar, halol mehnat qildilar. Faxrlanamiz shunday otajonimiz borligidan, onajonimiz borligidan Allohga shukr qilamiz. Sog'-omon bo'lib o'slar, ko'p vaqtlar bo'ldi. Juda ham xursand qilolmadik otajonimizni. Bugun bizlar nomimizdan tabriklab, ularni yaxshi ko'rishimizni ko'p bor aytib qo'ying deb aytib qo'ydilar farzandlaringiz. Sog'-omon bo'lib o'ling. Endi Xudo xohlasa biz farzandlar birgalashib mehnat qilib ota-onamizni eng baxtli insonlar qilishni, ota-ona qilishni niyat qilganmiz. Haj, umra safarlariga borishni niyat qilib qo'yganmiz dedilar. Allohim niyat yetkazsin. Allohim barcha oila a'zolaringiz bilan, yaqin insonlaringiz bilan tabriklab kelish har doim bizlarga nasib qilsin baxtli kunlaringizda. Sog' salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Shu she'rni bizlarning nomimizdan aytib bersangiz dedilar, farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Bu qarsaklaringiz bo'lsin, barcha farzandlaringiz nomidan. Emas menga go'zal koshonalar. Qadam bosing oltin bo'lar ostonalar. Bilib qo'ysin do'stu dushman mastonalar. Siz bor uyni fayz o'rab turar ota. Manzilimizni baxtlar so'rab turar ota. Qimmatligim dunyolarning boyligidan. Uyalmang hech birlaringiz yoyligidan. Ishonchim bor uyim jannat joyligidan. Siz bor uyni fayz o'rab turar ota. Manzilimizni baxtlar so'rab turar ota. Ismingizni faxr bilan aytsak kimga? Ha, otangiz yaxshi odam deydi menga. Otajonim, mendek bo'lsin bolam dengda. Siz bor uyni fayz o'rab turar ota. Manzilimizni baxtlar so'rab turar ota. Ming shukr boshimni silagan taqdir. Jannatim, davlatim yonimda axir. Kim baxtni qanday tushunar bilmadim. Men uchun otamning borligi baxtdir. Bolam deb, chaqam deb borini bergan. Mehnatdan qochmagan rizqini tergan. Ro'zg'orim kamini buklay deb yurgan. Men uchun otamning borligi baxtdir. Qarsaklaringiz bo'lsin. Barcha farzandlaringiz nomidan sog' omon bo'linglar. Marhamat, kesib qo'yasizlar toshliklarni farzandlaringiz nomidan. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Otalar o'ynasin, gulbering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, Ilohim umr yo'llaringiz shu toshliklari kabi go'zal, shirin chiroyli betaklar bo'lishini tilab qilamiz. Sog' omon bo'lib yuringlar. Baxtli kunlaringiz ko'p bo'lsin. O'tdan o'tar. Shunday baxtli kunlarda tabriklar, quvonchlar ko'rish hammamizga, oila a'zolaringizga ham nasib qilsin. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bezovta qilib qo'ymadikmi?
Chiroyli niyatingiz hollarini aytib o'tasizlar. Shu kunni birgalikda tarixga muhrlab o'tamiz. O'ktamboy otamiz uchun ezgu niyatlarni eshitamiz. Marhamat. Xudo xohlab tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Rahmat. Sayyora bilan qo'sha qarib, va baxtına sağ omon yurgaysan. Baxtli o'g'lim. Allah'ım koca karım, Allah'ım kızlarım, rahatını göreyim. Hem muhakkını ama benim sünniyorum, kumaşını yürütün. O'ktamboy komşu, tabriklayman. 100 yaşa gel. Yaktıklar rahatını gör. Sağ ol, selamet ol. Hemmeni sağ amalıkta gör. Tamam, hep ikimiz isminiz yok olsun. Senin benden kardeşim. Çingilxon bayan oynab kirib doğrup başı boyanı yeteğini yetip gelsin. Heminiz yok olsun. Sayın tabrikimiz olan günümüzde baştanızdan koşa kardı. Kula devam bergen yaşının telimiz daim. Yengem bilen denk karışıp baldan rahatını görüp oturun. O'ktamboy bugün doğulgan günü ekensin. Xudoyim Sayyora bilan qo'sha qarib shu bolaların baxtına, taxtına, ana balangam uylantirmek nasip ro'za eyleyin. Meydandaki bolalarımızın aman gitti ama sağ gelgey. Yaxshi günlerini muyassar etgey. Sağ selamet yürüyeysizler. Birimiz Xo'jayinning tug'ilgan kuni ekan, men Xo'jayinga uzoq umr tilayman, keng davlat tilayman. Shu ikkimiz shu qizlarimizning rohatlarini ko'rib o'tirish muyassar etsin. Sog' salomat yursin elimizda. Ana doğan yeniden tabrikimiz yengemden baktılar falan ki onların toyuna baş göz bulayıp gülgeyiz. Dede aytın. Tamam söyle. Ata doğan gününüz bilan tabriklayman. Baxtimiz son. Ata tabriklayman. Menga dunyolar kerakmas, biror mansub shart emas. Yonimda tirgak doim ota-onam bo'lsa bas. Ota tabriklayman, 100 yoshlarga kirib biring. Ota-onang bo'lsa bas, boylarga qilma havas, shu ikkinchi boylik ortiqchasi kerakmas. Ota-ona davri olamda ajab davron ekan, bu ajab qadrini bilmagan nodon ekan. Kim agar hurmat ko'zi bilan alangaga boqmasa, u kishining narxi eski tangadan arzon ekan. To'g'ri yo'lni ko'rsatib, ota-ona farzandga, otalar farzandga ko'z, onalar mijg'on ekan. Ota-onaning duosi bo'lsa boshingda agar, quvvat chin Makkada har oy Qur'on bo'larkan. Ata tabriklayman, 100 yoshlarga. Qarsaklarınız bo'lsin. Kelajaklaringiz porloq bo'lsin. Ilohim o'qimishli, baxtli, saodatli farzandlar bo'lishlaringizni tilab qolamiz. Kim ko'p? O'ktamboyda chiroyli niyatingiz halol bo'ldi. Oila a'zolaringiz, farzandlaringizdan mehr e'tibor bo'lyapti. Ilohim shu xonadonga kelsak baxtli kunlar deb kelish nasib qilsin. Sayyora onamiz bilan birgalikda qo'sha qarib shu farzandlaringizni, nevaralaringizni yaxshi kunlari to'ylarda ham bosh-qosh bo'lib yurishlaringizni tilab qolamiz. Duolar qilib yurish nasib qilsin ilohim. Shu xonadonda baxtli kunlar ko'p bo'lsin. Shu yaxshi niyatlarga o'zingizning tilaklaringizni aytib rahmat aytib qo'yasiz marhamat. Eskiden yaşlı Allah'ım hemen gün ne niyet ne azat gereğini koyun türlerden yaxşı günlerde kaysın. Hemen bekletlerine rahmet dilerim. Hem şey günlerinde için yaxşı günlere koyular olmak Allah'ın nasip etsin. Katta rahmat ilohim. Niyatlaringiz amalga oshsin. Sog' salomat bo'linglar, baxtli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Shunday chiroyli kunlarda tabriklar yurish hammamizga nasib qilsin. Duolar qildingiz, iqbolim tilab.
halol yedirdingiz boshimiz silab. Baxtga yetishimizga o'zingiz sabab. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Biz deb yashadingiz o'tkazib umr. Uyqulardan kechib o'tga tutkazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Sizlarni baxtli qilish uchun keldik. Xursand bo'ldingizmi otajon? Quvondingizmi bugungi kundan? Har bir kun shunday baxtli bo'lsin. Foto rasmlarga tushib qo'yamiz. Oila a'zolari, yaqin insonlar marhamat taklif qilamiz. Keyin o'yin kulgilarga, raqslarga taklif qilamiz hamma oila a'zolarimni. Avvalambor assalomu alaykum mehmonlar, mezbonlar. Barchangizga xayrli kech, yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. O'ktamboy otamizni baxtli kunida, shukrona kunida tabriklab kelgan oila a'zolaridan chiroyli niyatli izhorlarni eshitamiz. Ezgu niyatlar bilan tabriklab qo'yasizlar, marhamat. Bana bu kızımın uyunda, yeğenim uyunda doğulan gün eken yeğenim doğulan günü bilen tebrikliyim. Şu balaları, kızlarının baktığına, taktığına süyebilmek nasip roz eyleye. Kudayım 100 yaşlara girip şu aktıkına öğrentirmek nasip roz eyleye. Hemmenize şükür bilen tebrikliyim. Sağ selamet yürüsün. Şuna kızlarını çıkarsın, baktığını, taktığını görmek nasip etsin. Rahmet. Mükemmel tebrikliyim. Doğulgan günleri bilen, Serap'ın bilen koşa karıp şu aktıklarından hemmesinin toylarını görüyorum nesiniz. Yükten kudamı doğulgan günü bilen tebrikliyim. Seyara bilen koşa karıp kudayım 100 yaşlara girip birgeyler. Şu ballarının baktığına taktığına süyebilmek müyesseriyet diye kudayım. Bir de şu ağamızın doğulan güneyken ağama uzak yaş gen devletliğime doyumşumuna yengem bilen kucak arıp ülkelerimin toylarında yürüp baş göz bol birgeyle Xudayım. Şu buna İlhan Bay ülkemem sağ ol salamet yine yürgey. Ülkelerim Rusya'da yürgey ülkelerim gel. Namından ağacanım sizi tebrikliyim. Uzak yaşa birgeyiz. Mene bugün biz tamam doğulan gibi oturgan ekanmiz. Apam bilen koşa karı gayıqdayım. Zamanla rahatını görgeyle. Kızlarını çıkarıp, baxtlı taxtlatıp, Abdurrahman'a ölendirip, İlhan Bay'a anasa gelip, açılgan dasturxanlar hamma to'ylara yazılgay. 100 yaş ağaylar, koşa qarı ağaylar. Mükemmel namının vaxt dilimden meydan devirgen. Ümitcan namından, Nemetcan namından vaxt dilimden ağam. Tamam, doğulan günde oturan ekemiz, tamam, uzak ömür dilimi, yenge koşa karıp, şu kızları çıkarıp, vaxtını görüp oturmak nasip etsin. Şu aktıkları üylendirip, sağ salamet yürgeysiler. Ağam doğulan günü bilen tebriklimen, yengem bilen koşa karı dürsünler. İlhanım sağ salamet yürüsün. Doyum doğulan günü eken tebriklimiz doyum. Hem baktı ömürleri uzak, sağ salamet, şu ballarının baktığına sağ salamet otursunlar. Meydandaki ülkelerinin namından baktı yani. Ana benim biz buamın doğulan eken, buama uzak ömür giyin devlet dilime. Şu 100 yaşlara gelip sıra karılmasın. Ben vakti şu kızlarımızı âli məlumatlı etip, toylarını görüp oturuş, Abdurrahman'ı üylentiriş nasip etsin. Bunun ballarını görüş nasip etsin. Rahmat onajonimizni sog' bo'lsin, baxtli, taxtli, saodatli bo'lib yuringlar. Xonadonlaringizga kelsak, shunday chiroyli baxtli kunlarga yetib kelish nasib qilsin. Marhamat, tabriklab qo'yasiz. Yine bir gün tamam şükürana gününde oturan ekemiz. Ulan büyük tamam uzak yaş giyin devlet versin. Apam bilen koşa karıp şu ballarını, yaxşı günlerini, toylarını görüp oturmak meselesi. Kendilerine ne maksat, ümitler koygan olsalar, hemişe maksatlarına, ümitlerine yetebilsinler. Çoğuluklarını, yavrularının hem toylarını görüp, şekilde dasturxon yazıp oturmak hemişe müyesser olaversin. Uzak yaşamayın.
Kattaga rahmat, sog' omon bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarga ham uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Shunday baxtli chiroyli kunlar hamma xonadonda bo'lishini tilaymiz. Endi hammani o'yin kuylariga, raqslarga taklif qilamiz. Kayfiyatni ko'tarib olamiz. Marhamat. Bilasizlar. Xorazmcha qo'shmoq.
rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shunday baxtli kunlarda diydorlashamiz. Hammamizga nasib qilsin. Xonadonda to'ylar, bazmlar ko'p bo'lishini tilab qolamiz. O'ktam otamizning uzoq bo'lsin. Sihat salomatlik tilab qolamiz.